Xalqaro hamkorlik, zamonaviy ta'lim va yuksak natijalar. Toshkent davlat transport universiteti xalqaro aviatsiya ta'limidagi nufuzini tobora mustahkamlamoqda. Transport universiteti 2024-yilda Koreya Aerokosmik universiteti bilan hamkorlikda fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarini tayyorlash bo'yicha qo'shma ta'lim dasturini yo'lga qo'ygan edi va bu hamkorlik O'zbekistonda xalqaro standartlar asosida uchuvchilar tayyorlashning yangi bosqichini boshlab berdi. Ayni paytda ushbu qo'shma dastur doirasida birinchi bosqichda 26 nafar talaba Toshkent davlat transport universitetida, ikkinchi bosqichda esa 13 nafar talaba Koreya Aerokosmik universitetida muvaffaqiyatli tahsil olmoqda. Transport universiteti va Koreya Aerokosmik universiteti o'rtasidagi 1+2+1 qo'shma ta'lim dasturi asosida Janubiy Koreyada ikkinchi kursda tahsil olyapman. Koreya Aerokosmik universiteti uchuvchilarni tayyorlash uchun Susek, Uljin hamda Jeju orolida o'z o'quv mashq markazlariga ega. Bu imkoniyatlar kelajakda haqiqiy parvozlarga puxta tayyorlanishimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Xabar berganimizdek, mazkur dastur 1+2+1 modeli asosida amalga oshiriladi. Talabalar 1 va 4 bosqichlarda Toshkent davlat transport universitetida, 2 va 3 bosqichlarda esa Koreya Aerokosmik universitetida tahsil oladilar. Ta'lim jarayoni xalqaro aviatsiya standartlari asosida tashkil etilgan bo'lib, nazariy bilimlar zamonaviy simulyatorlar va amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlanadi. Ya'ni havo kemasini parvozga tayyorlashdan tortib, havo kemasi tizimlarini o'rganish, ekipaj bilan hamkorlik qilish va xavfsiz parvoz ko'nikmalarini o'zlashtiradilar. Darslar to'liq ingliz tilida olib boriladi hamda har bir mashg'ulotda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga alohida e'tibor qaratiladi. Ahamiyatli ta'lim yakunida bitiruvchilar xalqaro diplom hamda Commercial Pilot License uchuvchilik guvohnomasiga ega bo'ladilar. Shuni alohida e'tirof etish kerak, ushbu qo'shma ta'lim dasturi xalqaro standartlarga javob beradigan, zamonaviy bilim, yuksak kasbiy mahorat va amaliy parvoz tajribasiga ega bo'lgan yangi avlod fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarini tayyorlashga xizmat qilyapti. Bu esa Toshkent davlat transport universitetining xalqaro aviatsiya ta'limidagi nufuzini yanada mustahkamlamoqda.